Hürmetli vatandaşım, biz başta aytgandek hazırkı mesele Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati armiyasini Osiyo Tinch okeani rayonida chekindiremdi. Osiyoni tashrif etemdi. Jungoga beparvolik bilan muomala qilamdi degan masala bek chunqur munozaralar bo'lib ketdi. Shuning munosabatlik asosida biz shu munozaralarga qatnashgan kishilarning so'zlagan so'zlari yozgan maqolalardan tanlab o'tirib yo'ldoshlarga vatandoshlarga tanishtirib o'tamiz. Yani bir makale dikkat kılın. Bu makale intention krizliğin makale. Bu makalenin apturi Washington Post gazetinin Beijing'de turuşluk, nopuzluk muhbiri John Pomfret efendinin yazgan makalesi. Mavzumundak. Asiyadan çekinip çıkamdı, çıkmamdı. Prezident Trump'ın sözleri Jungo'nu qiyin ahvalga tushirib qo'ydi. Mavzuli xabar 11 ayning 15 kuni Van Vitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Washington Post gazetining Beijingda turishliq nopozliq muxbiri John Pomfret maqola yozib, maqolada mundaq ko'rsatdi. Qalamdarman kim? Somroq televiziyasi uyushtirgan Shangangda tasdiqlangan Xitoyning Somroq televiziyasi uyushtirgan Prezident Trump'ның sözleriga munosabatlik munozaraga qatnashdim. Bu munozaraga qatnashgan ko'plagan odamlar Jungo masalasini tadqiq qiladigan nopozliq tadqiqotchilar va Dilo komiteti g'arbiy Tinch okeanidan voz kechib tadqiqotchilar mundaq hisobladi. Prezident Trump hukumati g'arbiy Tinch okeanidan voz kechib Jungoga Tinch okeanini berib etemdi, g'arbiy Tinch okeanini berib etemdi. Yaponiya va Koreya bilan bo'lgan munosabatning darajasini tushirdi, deyishdi. Somroq televiziyasi uyushtirgan munozara qatnashgan Xitoy tadqiqotchilari. Saylam raqobat jarayoni Jungoning eksport mollariga boj qo'yish va'dasini amaliyalashtirmaydi. Shundaqla g'arbiy Tinch okeanini Jungoga berib etdi. Demak, mushu munozaraga Washington Post gazetining Beijing turishliq nopozliq muxbiri John Pomfret efendi qatnashdi. Qalamdarman kim, men mundaq hesaplayman deb boshlaydi John Pomfret efendi. Ular o'zlari ko'rishni umid qilgan natijadan hushyor bo'lish kerak. Demak, junguluqlar yuqoriqidek natijani ko'rishni umid qilyapti deydi. Lekin John Pomfret efendi nima deydi? Ular bundaq natijadan ehtiyot qilish kerak, hushyor bo'lish kerak. Muqimlashtirishga bo'ladiki, Jungo hukumati ishida nurg'unlagan kishilar Hillary Clinton xonimni yaxshi ko'rmaydi. Amerika armiyasining Osiyoga qaytib kelish siyosatini belgilagan kishi Prezident Obama emas, Hillary Clinton xonim edi. Amerikaning Osiyoga qaytib kelish siyosatini belgilagan kishi Prezident Obama emas, Hillary Clinton xonim edi. Saylam raqobati jarayonida Trump Hillary Clinton xonimning Osiyo siyosatini tanqidlab, agar Yaponiya, Koreya ko'plab asrash puli topshirmaydi ekan yoki Yaponiya turishliq armiyani asrash puli topshirmaydi ekan, Amerika armiyasi Osiyodan chekindirishni o'ylashimiz, dedi Trump efendi saylam raqobati jarayonida. İki davlat yadro qurollarini taraqqiy qildirishsi bo'ladi. Yaponiya, Koreya yadro qurollarini taraqqiy qildirishsi bo'ladi degan. Jungoning tahlilchisi Trumpning mushu bir jumla so'zini Osiyodan askar chekindirish deydigan mushu bir jumla so'zni tahlil qilib, kallasi piqarab ketdi. Demak, Prezident Trumpning saylam davrida degan mush bir jumla so'zni tahlil qilib, Jungoning tahlilchilari, akademiklarining beshi piqarab ketdi. Nayte aniqki, Prezident Trump'ның bu so'zi bir xil taktikaga o'xshash, ittifoqdoshlardan ko'proq rasxod elishni maqsad qilgan. Hargizmi Osiyodan chekinib chiqish tahdidi salg'onlik emas edi. Trump prezident bo'lib saylangandan keyin Koreyaning prezidenti Pyao Chung-hoyga Choshanning tajovuzidan Koreyani saqlashga kafolat berdi. John Pomfret efendi davomlashtirib o'tdi. Kelar hafta Nyu-York shahrida Prezident Trump Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe bilan ko'rishishga ma'qul bo'ldi. Prezident Trump Amerika dengiz armiyasiga 70 tane harbiy parxod qo'shib, suv osti harbiy parxodlarning umumiy sonini 350 danaga yetkazishga qo'shildi. Hozir Prezident Trump vazifa o'tash marosimini o'tkazmay turib, yoki Aqsaroyga rasmiy holda yetib kelmay turib, nima deydi hozirlar?
Amerika'nın deniz astı üstü su parxodu, yani harbiy parxodu, yani 70'ni qo'shib, harbiy parxodning sonini 350 700'ni yetkizib qo'shildi deydi. Bundaq ko'p miqdorda harbiy parxod yasash planini ishga oshirish uchun Prezident Trump Randy Forbes'ni, biz boshqa so'zlab o'tdik-ku, Randy Forbes'ni dengiz armiyasiga boshchi qilib tayinladi. Randy Forbes Janubiy Jungo dengizida Jungoni qattiq cheklashni tashabbus qiladigan odam. Başqa hadislar ko'rsatdik, Prezident Trump o'ziga xos keskin Osiyo siyosatini yo'lga qo'ydi. Saylam raqobati jarayonida Prezident Trump maslahatchi bo'lgan Jungoni qattiq tanqid qilish bilan nom chiqargan 2 nafar kishi. Buning biri iqtisodshunos Peter Navarro, yana biri Forbes jurnalining maslahatchisi Alexander Gray. Diplomat jurnalda maqola e'lon qilib, bu 2 nafar kishi Prezident Obama'nın Jungo qattiq qo'l bo'lmaganligini tanqidlab, uning Osiyo qiyot qayt siyosatining güldürü va yomg'iri yo'q siyosat ekanligini tilga olib, Prezident Trumpning vazifaga o'ltirgandan keyin amaliy kuch bilan teshishni qo'lga keltirishiga taklif berdi. Masalan, Prezident Obama Osiyo siyosati güldürü va yomg'iri yo'q bo'lib qoldi, lekin Prezident Trump buni o'zgartib, amaliy kuch bilan teshishni saqlashni doğrusu taklif berdi. Navarro, Alexander Gray'le Sharqiy dengiz ve Janubiy dengizi Beijing'i texnik qattiq javob qaytarishga qasam berdi. Prezident Trump'ning yana bir maslahatchisi davlat mudofaa amaldori Michel Pillsbury bir necha avlod Amerika Qo'shma Shtatlari rahbarlarini Jungoning qaymoq turish uchurdi deb tanqid qilib, Jungo dunyoga hukmronlik qilmoqchi bo'lyapti deb hisobladi. Deydi Michel Pillsbury bir necha avlod Amerika Qo'shma Shtatlarining rahbarlarini Jungoning qaymoq turishiga uchurdi deb tanqid qilib, Jungo dunyoga hukmronlik qilmoqchi bo'lyapti deb hisobladi. Hurmatli Turan efendi, Amerikada oyg'oq ziyolilar bor ekan, vaziyatni konkret ahvol bilan tahlil qilib qo'shib chiqa oladigan, hatto Jungoning g'arazning nima ekanligini biladigan Amerika ziyolilari, siyosiyonlarining orasida yetak odamlar bor ekan. Qarama, Jungoning dunyoga hukmronlik qilmoqchi bo'lyapti deb hisobladi deydi. Jungo rahbarlari Amerika rahbarlarining mushu masalada qaymoq turdi deyapti. Yuqorida munozara qatnashgan aziz mehmonlar Sumro televiziyasi tashkil etgan munozaraga, ya'ni Prezident Trumpning saylam jarayonida Jungoning eksport mollariga yuqori boj qo'yish va Jungoning privat nisbatini kontrol qilg'ichi, pulni kontrol qilg'ish davlatlar qatori qo'yish qatorliq so'z iboralarga ancha parvo qilmaydiganda ko'rinadi. John Pomfret nima deydi? Mushu masalalarga Jungolik analistlar, tahlilchilar ancha parvo qilmayapti deydi. Amaliyotda bu yerda pulni kontrol qilish davlatlar qatori qo'ydigan bo'lsa, Jungoni bu TPP'dimi yomon siyosat bo'ldi. Qoida bo'yicha aytganda Xitoylar buni tushunmayapti, parvo qilmayapti deydi John Pomfret efendi. Amaliyotda bo'lsa, bu so'zlarni va bu va'dalarni Prezident Trumpning amaliyalashtirmaydiganlik to'g'risida hech qanday alomatlar yo'q edi. Demek Prezident Trump saylam davrida mushularni dedi. Hozirgacha aqsiraga kirgich bo'lgan hozirgi moment, hozirgi vaqtgacha Prezident Trump hech qachon men bu so'zlarni amaliyalashtirmayman degan gapni qilmadi va bundan alomatmi yo'q edi deydi John Pomfret efendi. Masalan 45% boj qo'yman degan gapdami amaliyalashtirmayman degani yo'q dedi. Uning ustiga Jungoning Amerika tovar eksport qilishi, Jungoning harbiy ishlar, fan texnika asosi aslahalar qurilishi va zamonaviylashtirish sarf qiladigan mablag'ni kapolatga qiladi. Demak, pul Amerikadan boradi, Jungo mushuna sohalarga xarjlaydi deydi. San-sanoqsiz Jungolikning turmushini yaxshilaydi. Albatta shundaq eksport Jungoning gullanishida yadrolik rol alolmaydigan bir holga kelganda diqqat vatandishim va iqtisod sohasida davolg'ushga agishib erishalaydigan har qanday savdo tijorat fursatiga erishmasi bo'lmaydi. Jungo mushundaq fursatli bo'ldigan bo'lsa savdo sohasida pul topadigan fursatlar Amerika tarafdan bo'ldigan bo'lsalar, men bu fursatga erishishni xohlayman, erishmasa bo'lmaydi degan ko'z qarashda bo'ladi Jungo deydi. Yana bir masala shu deb davomlashtirdi. Washington Post gazetining nopozdoq muxbiri John Pomfret.
Amerika bilan Rossiya munosabatlarini yaxshilashning oxirgi natijasi Jungoga ziyon zahmat elib kelamdi yo'q. Jungo bilan Rossiya o'rtasida nihoyat uzun davlat chegarasi va kishini xushal qilmaydigan tarix bor. Diqqat turani efendim. Gerçi Amerika qarshi turish jihatda Jungo Rossiya ikki davlatning o'rtaq manfaati bor bo'lsa-mu, lekin Beijing bilan Moskva kulib turib, yang ichida pichoq saqlaydigan do'stlardir. Sobiq prezident Nixon mana diqqat qiling turani efendim. 1972 yili 2-oyda Jungoni tarixiy xarakterlik ziyorat qilishdan bir hafta burun davlat ishlar kotibi Kissinger prezident Nixonga mundaq degan: "Men o'ylayman, 20 yildan keyin sening varislaring agar sana o'xshash aqlli bo'ladigan bo'lsa, Rossiya bilan yaqinlashib Jungoga taqobil turdi." Prezident Nixon bu fikrga shu chaqda qo'shilgan edi. Diqqat turani efendim. Kissinger, ayni chaqda Kissinger, davlat ishlar kotibi Kissinger prezident Nixonga mundaq degan: "Men o'ylayman, 20 yildan keyin sening varislaring agar sana o'xshash aqlli bo'ladigan bo'lsa, Rossiya bilan yaqinlashib Jungoga taqobil turish." Rossiya bilan yaqinlashib Jungoga taqobil turdi. Prezident Nixon bu fikrga qo'shilgan. Rahmat muxbir John Pompert apan. Biz shu nuqtani 27 yildan beri masalan Rossiya yemirilgandan boshlab hozir kutib kelyapmiz. Shunga prezident Trumpning Rossiya bilan munosabatni yaxshilash siyosatini qo'llaymiz. Aktiv qo'llaymiz. Rossiya bilan Amerika bu ikki buyuk davlatning munosabatini yaxshilashini shundaqla John Pompert apandi ko'rsatgandek, yoki ayni vaqtda Kissinger sobiq davlat ishlar kotibi